Germaniya ishchilar uyushmasi Volkswagen'ni Sharq Turkiston haqida ogohlantirdi. Germaniyada po'lat to'mir ishchilaridan tashkillangan ishchilar uyushmasining raisi Jörg Hofmann Germaniyaning danglik mashina ishlab chiqaruvchisi Volkswagen'ni Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq dafsanchilik sababidan rayondagi zavodini taqashga chaqirdi. Xitoy ommabop shirkati nomi tonilgan Volkswagen'ning eng chong bozori bo'lsa-mu, lekin Xitoydagi kishilik huquq sababli Germaniya shirkati uzundan buyon tanqidga uchrab keldi. Uyg'urlar duch kelayotgan qiyinchiliklarni hal qilish uchun Turkiya hukumatiga iltimos sunildi. Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon boshchiligida 5 kishilik bir hay'at 15-iyun chorshanba kuni Anqaraga ziyoratga berib, Turkiya Ichki ishlar ministrligining muavin ministri Ismoil Chatakli va Turkiya Nopos vatandoshlik ishlari idorasining boshlig'i Shaqif Aygul apandi qatorliqlar ayrim-ayrim uchrashib, o'zlarining talab iltimoslarini topshirgan. Egilishicha, hay'at Uyg'urlarni tez fursatda Turkiya fuqaroligiga qabul qilishni talab bilan birga Turkiya kelanmay boshqa davlatlarda qapsilib qolgan va yoki boshqa davlatlarda turmalarga qamalib qolgan Uyg'urlarni Turkiyaga keltirish qatorliq 16 moddalik bir talabnomani topshirgan. Qatar Xitoyning bismi qarmay tizimlash sistemasiga o'zgartirish kirgizdi. Qatar Dünya futbol lonkisining mas'ul doiralari chet ellik tomoshabinlarni tizimlash sistemasiga o'zgartirish kirgizib, Xitoyning Tayvan o'lkasi degan tanlashni Tayvan deb o'zgartdi. Germaniya ovozining bu vaqt xabarida bildirilishicha, Tayvan hukumati 15-iyun Qatarning aloqador doiralariga noroziligini bildirib, Xitoyning Tayvan o'lkasi deb atashning amaliyotda Tayvanning egilik huquqini kamsitganlik bo'lganligini, tantarbiyani siyosiylashtirmaslik kerakligini bildirgan. Mazkur tizimlash sistemasiga tuzish kirgizilib, Tayvan deb ayrim bir tanlash qo'shilgan. Shundaqla yeniga Tayvan bayrog'i qistirilgan. Amerika: biz Janubiy Xitoy dengizida Filippinni qo'llaymiz. Filippin hukumati oldingi hafta Xitoyning Filippinga tava 200 ingliz mili keldigan alohida iqtisodiy rayonda dengiz okean faoliyatlar elib borganligini ayblab, buning qarshi harakat qilganligini e'lon qilgan edi. Amerika tashqi ishlar ministrligi Filippinning Xitoyni qudratqulluq qilish harakatlarini oxirlashtirish va Janubiy dengizdagi xalqaro qonunga hurmat qilish tirishchanligini qo'llaydiganligini bildirdi. To'qayev atalmış Donetsk va Luhansk xalq jumhuriyatlarini e'tirof qilmaydiganligini bildirdi. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev Sankt-Peterburg xalqaro iqtisod munbiri doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan o'tkazilgan asosli yig'inda so'z qilganda, Qozog'iston Ukrainaning sharqidagi atalmış Donetsk va Luhansk xalq jumhuriyatlarini e'tirof qilmaydi degan. To'qayev yana Tayvan va Kosovoni e'tirof qilmaydiganligini aytgan. Toyota Xitoydan kelgan ta'minlashning uzilib qolish sababidan ishlab chiqarishni qisman to'xtatdi. Toyota avtomobil shirkati Shanxaydagi yo'qim ahvoli sababidan Xitoydan kelgan zapchastlarning ta'minoti uzilib qolish sababidan 11 ishlab chiqarish liniyasidan ishlab chiqarishni to'xtatishni qaror qildi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Solomon Taqim Orolni ziyorat qildi. Avstraliya tashqi ishlar ministri Penny Wong Solomon Taqim Orolni tunji qitim ziyorat qildi. Penny Wong Solomon bosh ministri Sogavarining Solomon Taqim Orolda harbiy baz bo'lmaydiganligi kafolat berganligidan mamnun bo'lganligini bildirdi. 4-oyning 20-kuni Xitoy bilan Solomon Taqim Oroli o'rtasida bexatarlik sohasidagi hamkorlik ramka kelishim imzolangan edi.